بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثاني. عرفت درستك إشكين قسم الدرس الهادي والعشرون. جيكم برنج درس. هم سبقلاشlar biz darsni boshlashdan ilgari darsdagi asosiy mazmunlar bilan bir tunishib chiqaylik. Ya'ni nuqtaliq grammatikalar bilan. Endi bugungi darsdagi bizning alayda ahamiyat berishni talab qilinadigan muhim nuqta birinchisi lam bilan lamma. Lam bilan lamma fe'l mudori'ning oldiga keladi. Masalan, ko'z oldingizga bir fe'l mudori'ni birini akilayli yazhabu. Mushuning oldiga kelib lam yazhab, lamma yazhab deb oldiga keladi. Bu bir. Ikkinchisi shu yazhabu degan fe'l mudori'ning oxirisi sakin o'qiladi. Lam yazhab, lamma yazhab deb fe'l mudori'ning oxirisi qanday o'qiladi? Sakin o'qiladi. Üçüncü ma'nosi o'tgan zamonni inkor qiladi. Masalan, zahaba bardi, yazhabu birawatudu ketawatudu shundami? Lam yazhab bilan lamma yazhab kirsa, lam yazhabda ketmedi, barmedi degan tarjima qiladi. Mana bu lam bilan lammani alohidlik. Endi lam bilan lammani nim farqi bor ikisini desa, lam odatdagidek normal ketmedi, qilmadi, aytmadi tarjima qilinsa, lamma texi qilmadi deb tarjima qilinadi. Ya'ni sharkat bundan keyin bir xil yuz beradiganliklar. Siz tamoq yedingizmi desa, lamma akul. Shundaqmi? Texi yemedim desa, bundan keyin yama. Bozorga bordingizmi? Lamma azhab. Texi bormadim. Bundan keyin qana qilishim mumkin, berishim mumkin degandek, lammada kelgusiga kutish bor. Lam normal holda qilmadi, aytmadi deb xuddi maga o'xshashlar fe'l modini oldiga kirsin, markaz qanday bo'ldi? Ma zahabati bormidi shundami? Ma akaltu yemidim, ma katabtu yozmadim. Shunga o'xshashlar lam aktub yozmadim, lam azab bormadim. Ammo lamma texi qilmadi deb tarjima qilindi bu bir. Andikin bular fe'l mudorining oxirisini qanday qildigan bo'ldi? Sakin qildigan bo'ldi shundami? Sakin qilgan ekan ikkilik ko'plikka o'xshash oxirisi nun va shakllarida nun qanday qildi tushib ketdi. Masalan, lam yazhab turlab baqayli, lam yazhaba asli yazhaba neti nun qanaqqa tushib ketdi. Lam yazhaba, lam yazhabu asli yazhabuna shundami? Bu tushib ketdi. Undan keyin muhim bir nuqta ayollik ko'plik shakllardagi nun qanaqqa ketmaydi, tushib ketmaydi. U bizga aytgan-ku. Masalan, lam yazhabna ayollik uchinchi shaxs ayollik ko'plik. Lam tazhabna ikkinchi shaxs ayollik ko'plik. Bu shakllarda tushib ketdi. Nun tushib ketmaydi. Men yuqoridagilar lam bilan lammaq munosabatlik mazmunlar. Bugun darsga birinchi so'zlaydigan mazmun. Ikkinchi mazmun ismlik jumla bilan fi'illik jumla to'g'risida. Arabcha al-jumlatul ismiyya, al-jumlatul fi'liyya. Endi ismlik jumla degan nima, fe'illik jumla degan nima desa, ism bilan boshlanadigan jumla ismlik jumla bo'ladi. Masalan, 5 ta Muhammad talibun. Muhammad nima? O'quvchi. Shundaqmi? Nim bilan boshlandi? Muhammad bilan boshlandimi? Mushu ismlik jumla. Fe'illik jumla deganimiz fe'l bilan boshlanadigan jumla fe'illik jumla bo'ladi. Masalan, zahaba Muhammad. Muhammad ketdi. Zahaba bilan boshlandi-ku. Bunun buldu fe'illik jumla bo'ladi. Endi jumlaning ichidagi bilakilni tushunsak, ismlik jumladagi birinchi bilak mubtada bo'ladi. Ikkinchi bilak xabar bo'ladi. Masalan, Muhammad talibun desa, Muhammad talibun degan jumla ismlik jumladagi Muhammad degan bilak mubtada, ya'ni ega, talibun degan bilak xabar bo'ladi. Gerçi ikinci bilek pil kesim şunda. Mesela Muhammed zahaba. Oldidagi mubtada shunda ama keyingi zahabaning buludu xabar. Ani pillik cümlede oldida kelgan pilni pil deymiz, keyingi kelganin buludu ism buludu. Mesela zahaba Muhammed, zahaba pil, Muhammed nimasi fa'ili buludu.
Birinci böyle pil, ikinci kelgan pildan keyin kelgan ism, shu pilning nimasi bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Zahaba pil, Muhammad nima? Fa'ili. Mushnoqni tushunib olsak bo'ladi. Masalan, shunday sira tutsak pek farq chiqadi. Zahaba Muhammadda zahaba pil, Muhammad nima? Fa'il. Endi buni ta'ti o'ribla Muhammad zahaba desak, Muhammad mubtada, zahaba nim bo'ladi? Xabar bo'ladi. Bu bir nuqta. Undan keyin arab tilidagi so'z degan uqum 3 ga bo'linadi. So'z degan uqum qancha bo'linadi? 3 ga. Birisi ism, birisi fe'l, yana birisi harf. Mushundan boshqa jumlalarda bir narsa kelmaydi. Jumlada kelgan har qanday bir so'zning hammasi ya ism bo'ladi, ya fe'l bo'ladi, ya harf bo'ladi. Anda olsa ism, fe'l, harf deganlarni qanday ayiramiz? Desa, ma'no ifodalab zaman uqumini o'z ichiga olmagan har qanday so'z nim bo'ladi, ism bo'ladi. Masalan, Muhammad desak, ha, Muhammad endi to'xtandami? O'tgan zaman, hozirgi zaman, kelgusi zamon uqum bormi, yo'qmi? Yo'q. Kitob bizga bir narsani ifodalab berdi. Ya'ni qog'ozni tuzilgan ichiga xat yozilgan bir narsa shundami? Bunun zaman uqum bormi, yo'qmi? Yo'q. Bu ismken. Agar ma'no ifodaladi-yu, ifodalgan ma'nosi ma'lum bir zamonga tava. Masalan, urdi, daraba. Biz urg'anlikni o'qitdik shundami? Ammo bu urdi o'tgan zaman. Yoki urvatdi qaysi zaman? Hozirgi zaman. Yoki urudi qaysi zaman? Kelgusi zaman. Buni darhol qanday uqum chiqib qoldi? Zaman uqumi chiqib qoldi-ku. Ma'no ifodalab, zaman uqumini o'z ichiga olib, fe'l bo'ladi. Endi yolg'iz kelsa ma'no ifodalanmaganlar, masalan, harf bo'ladi. Masalan, min din shundami? Nima din? Uqumida o'qib bir narsani ala ustiga desa, nimaning ustiga degan savol tushdi. Tushunmadik shundami? Demak, o'zi yolg'iz mustaqil ma'no ifodalab bermaydi qoldir, nima bo'ladi? Harf bo'ladi. Mana bu ism fe'l harfning ta'biri. Eng oxiridagi muhim mazmun degan darsdiki. Biz burungi darslarimiz degangan nisbiy almash. Ya'ni allazi va allati degan shundami? Endi allazining ko'pligini o'z vaqtida ham allazina deb degan-ku, endi allatining ko'pligi ayollar ishlatadigan nisbiy almash ism mavsulining ko'pligi allai deb keladi, allati deb keladi. Bu shundoqni tushunib olsak bo'ladi. Darsdagi mazmunlar tushunishib bo'lgan bo'lsa, so'zliklarni o'qib bir tarjima qiray-a. الكلمات الجديدة استقبال رئيس رؤساء فرق فروق مثال أمثلة مهلا قسم أقسام الضمة الفتحة الكسرة حضر يحضر استرح استريحوا أتى يأتي استقبال qarshilish oldiga chiqish degan ma'noda. Birov riyaga borsa, oldiga og'ir odam chiqqan bo'lsa, shuni istiqbolun deymiz. Qarshi elish, oldiga chiqish. Raisun boshliq, rais degan ma'noda. Ru'asa ko'pligi. Farqun farq. Furuqun ko'pligi. Misalun misal. Odatda biz dars so'zlagan vaqtda misal so'zlaymiz, misal keltiramiz. O'sha misal. Amsilatun misalning ko'pligi. Mahlan degan gap bu turoqliq ibora. Sal to'xtang, oldirmang, sal to'xtab turing, ozroq vaqt bering degan ma'noda. Qismun qism, aqsamun ko'pligi. Ad-dammatu pash, al-fathatu zvar, al-kasratu zir. Hadara yahduru keldi, kelayotidi. Uhdur kelgin yoki hadara yahduru uhdur qatnashdi, qatnashyotidi, qatnashqin. Istarih buyruq pil. Asli istaraha yastarihudun chiqarilgan. Dam og'in. Istarihu ko'pligi. Damalanglar.
Ata ya'ti. Keldi, kelyapatudi. So'zlik tushunish bo'lgan bo'lsa, tekstni ham o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray. الدرس الهادي والعشرون. كيف حالك يا أستاذنا؟ بخير الحمد لله وأشكره، أحمد الله وأشكره. أنا ما أرى حارون ألم يحضر؟ نعم، إنه لم يحضر اليوم. وأين أصدقاء الثلاثة؟ هم أيضا لم يحضروا. أتعرفون أين ذهبوا؟ أظن أنهم ذهبوا إلى المطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أكتبتم الواجبات يا أبنائي؟ نعم، كتبناه. أنا لم أكتب. لما لم تكتب يا بني؟ لأنني لم أفهم الدرس. ما الذي لم تفهمه في الدرس؟ لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفن. سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. اسمعوا. الجملة الاسمية هي الجملة التي أولها اسم، نحو السيارة جميلة، حامد مريض، آمنة مجتهدة. فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ، والجزء الثاني هو الخبر. المبتدا والخبر مرفوعان. أفهمتم؟ نعم، فهمناه جيدا. أنا لما أفهم قلت إن المبتدا والخبر مرفوعان. فما معنى المرفوع؟ المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة، إنه المدرس، الكتاب، الباب. الآن فهمتم. أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل، إنه دخل المدرس، قال المدير، يكتب الطالب. ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان. الكلمة الأولى فعل، والكلمة الثانية اسم. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. الفاعل مرفوع. أفهمتم؟ نعم، فهمنا والحمد لله. يا أستاذ، قلت قبل يومين إن الكلمة 3 أقسام. ما هي؟ أنا نسيتها. من يعرف هذا؟ أنا. أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف. هاتي مثالا لكل واحد منها يا عمرو. الاسم له كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس. والفعل له خرج وسجد ويجلس ويغسل واكتب واقرأ. والحرف له في وإلى ومن ونعم ولا ولن ولم. والسين كما في سآكل. أحسنت يا عمرو. استريحوا قليلا، نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. أرجع المدير من مكة يا أستاذ؟ لما سيرجع بعد يومين إن شاء الله، بعد 5 دقائق. أنبدأ الدرس الجديد. مهلا يا أستاذ، لما نكتب ما كتبت على السبورة. ترجمة خبرية. ترجمة جريانة ذا.
Bizning mulohaza qilganimiz darsning oldida so'zlagan 3-4 turlik muhim grammatikal qoidalar bor emasmi? Shuni ismimizdan tutaylik, ha? Jumla ismiya, ya'ni ismliq jumla. Undan keyin nima? Jumla fi'liya. Undan keyin lam bilan lammaning farqi, ma'ni jihatdagi farqi, undan keyin jumladagi ishlatilish o'rni shundaqmi? Allatining ko'pligi nima? Allati. Undan keyin jumla ismiyaning ikki bo'lagining birisi mubtada, birisi xabar, jumla fi'liyaning ikki bo'lagining birisi nima? Fa'il, birisi fe'l. Bu nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Ustoz, ahvolingiz qanday? Bixayr. Yaxshi. Ahmadulloh va ashkuruhu. Allohga hamd va shukr aytaman. Ana ma aral Harun. Ma ara Harun. Harunni ko'rmayotmango. Alam yahdur kelmadimi? Diqqat, alam yahdur. Lam yahdur kelmedi deb tarjima qilindi-ku. Oldidagi hamza bilan kelmadimi dedik. Bu xuddi ama hadara degandek. Kelmadimi? Naam, innahu lam yahdur al-yawm. Ha, shundoq. O bugun kelmedi. Normal kelmedi ya. Uning boshqa alohida ma'nosi yo'q. Ayni asdiqa'u thalatha. Uning 3 do'sti qani? Hum aydan lam yahduru. Ular ham kelmedi. Qaranglar. Lam yahdur deb birlikda oxir sakin o'qildi. Ko'pchilikka vaqtda oxirgi nun qanday ketdi, tushib ketdi. Lam yahduru. Atarifuna ayna dhahabu? Bilamizlar, ular qayerga ketdi? Azunnu annahum dhahabu ila al-matar لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. مننجا أظن ذي أوليمان مننجا ديان جبا مننجا أولار أيدرومغا bugün Medine Munavvarga Payg'ambar alayhisolatu vasallamning masjidini ziyorat qilish uchun keladigan raisini qarshi olishga chiqib ketdi. Bir tahlil qilib beray. Annahum ular anna bilislar keyindagi butun jumlalarni nimaga o'zgartirdi? Masdariga o'zgartirdi, ha? Zahabu ketdi ilal matar aydrumga li istiqbal raisim ularning raisini qarshi olish uchun allazi g'anqan shundami? Ya'ti keladigan al-yawm bugun ilal Madinatul Munawwara Madina Munawwaraga li ziyarati masjidir Rasul Rasul sallallohu alayhi vasallamning masjidini ziyorat qilish uchun. Tushunsak bo'ladi, ha? Undan keyin ilgirgi jumlalarga qaytadan bir qarab chiqsak Ata'rifuna ayna dhahabudiki ta'rifu pildan boshlanib turib shundaqo buni bo'ladi pilliq jumla. Undan keyin biz tahlil qilgan vaqtda sizda bo'lsin hozircha hozir qilmish darsini o'qiyotgan o'quvchilarning sayisiga masalda savol jumlalarni tahlil qilmaymiz. Jumla ismi jumla fe'li mu'nasab keyin to'xtaymiz. Shundaqmi? Asoslab bayon jumla. Savol emas jumlalarni avval jumla ismi jumla fe'li mushunga diqqat qiling. Ammo savol jumlalarga sizlarni kallanglarni yugatmanglar. Katabtumul vajibat ya abnai. Balarim topshiriqlarni yozdinglarmi? Naam, katabna. Katabna degan jumla nima bilan boshlandi? Pillan. Kataba shundami? Fayli qaysi? Na. Ana lam aktub. Men yozmadim. Ya'ni nima bilan boshlandi? Ana. Ana ismi pilmi? Albatta ism. Undan keyin bu qanday jumla? Ismliq jumla. Ana mubtada, lam aktub nima? Xabar. Endi lam aktubni oldiga kirib, oxirida nima o'qildi? Sakin o'qilib, yozmadim degan ma'no chiqdi, shundaqmi? Lima lam taktub ya bunayya? Balam nima ish yozmadim? Li'annani lam afham ad-dars. Chunki men darsni tushunmadim. Qilmadim, atmadim. Lam. Oxirsiz sakin o'qiladi. Mallazi lam tafhamhu fi ad-dars. Darsda tushunmaganning nima u? Ma. Allazi shundami? Tushunmagan narsa nima? Allazini tarjima qildik g'anqan narsalar shundami? لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. من جملة اسمية ولا جملة فعلية نقطردك فرقنا بتشلمدم. لم أفهم تشلمدم الفرق فرقنا بين أطردك نمولان اسملك جملة فعلك جملة نقطردك فرقنا تشلمدم. كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. أخوانهم كيفنسي bunu تشلمدم. لم يفهموا آخر كنا متشكت نون تشكت. أنا كثير من الطلاب اسم لم بشرنا الناس وغاتقة جملة وغاتقة اسملق جملة مبتدا لم يفهموا هذا نمو خبر. سألت أخوات اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفنا. من طلق أطردا أقيدغان اللائي يعني شو التي ما نستوعب لكن أيالله كيف لكشناغو خان كان طلق أطردا أقيدغان qiz bir tuqqanlarimdan mushu to'g'riliq so'radim. An hazadagi an to'g'risida degan ma'noda haza mushu to'g'risida so'radim. Va lam ya'rifna.
Ulamo bilmedi. Lam ya'rif, lam ya'rifni ayollar ko'p keladi, nun qanaq ketmedi, tushib ketmedi. Chunki ular nima? Mabni. Har qanday holat qanaq ketmaydi, tushib ketmaydi. Sa'ashrahu lakum hada darsa maratan ukhra al'an. Sizlarga hozir bu darsni yana bir qatam tushuntirib qo'yaman. Isma'u, anglanglar. Al-jumlatul ismiyya hiya jumla ismi deganimiz u al-jumlatul lati awwaluha ism. Beşi isim bo'lgan jumladir. Avvaluha isim. Avvaluha degan uning beshi shundami? Ismun. Beshi isim kelgan jumladir. Masalan, nahu as-sayyara jamila. Mashina chiroyli, Hamid kasal, Amina tirishan degan jumlalarga o'xshash. Hammasini bilan boshlandi, ism bilan. Fa kullu jumlatin min hadhihi al-jumal, bu jumlaning ichidagi har bir jumla yoki bu jumlalardan har bir jumla avvaluha uning beshi ismun. Nimadir? Ism. U bo'lsa-mu mubtada. Va juz'us sani ikkinchi bo'ligi val xabar, u xabar. Mubtada va xabar marfu'tur degani pash o'qiladi. Afahimtum tushundinglarmi? Na'am, fahimnahu jayyid. Shundoq, yaxshi tushundik. Ana lamma afham, men texi tushunmadim. Qaranglar, lam bilan lamani farqi nima ekan? Manjada texi. Men texi tushunmadim. Qulta siz mundaq dedingiz. Mubtada va xabar pashqul dedingiz. Bu yerdagi marfu'ning ma'nosi nima? Hamda o'qituvchi arab bo'lg'achqa marfu' deganni men sizlarga pash deb tushuntirib berdim-ku, sizlar tushunishlik. Marfu'ning ma'nosi nima? Marfu' deganimiz oxirisi pash bo'lgan ism marfu' ism bo'ladi. Masalan, al-mudarrisu, al-kitabu, al-babu da pash o'qilgan ismdan bo'ladi, marfu'. Al-ana fahimtu. Endi tushundim. Al-an degan hozir, endi degan ma'noda. أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل. أما جملة فعلية دقنمز أو بشي فعل بوغان جملة. مثلا دخل المدرس، قال المدير، يكتب الطالب بوغشش. ففي كل من هذه الجمل بو جملة مثلك هارب الرداء اشكي سوزبا كلمتان. الكلمة الأولى برني سوز فعل يعني فعل دور. والكلمة الثانية اسم شكل سوز بوسا اسم دور. هذا الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. مشو اسم دين كين كاغن اسمنا اسم بوسا اسمه فاعل. فاعل نمقلدو باش قلدو. فهمتم؟ تشنغلامو؟ نعم فهمنا والحمد لله تشندك الله شكره. يا أستاذ قلت قبل يومين إن الكلمة ثلاثة أقسام. Siz 2 kun ilgari so'z 3 ga bo'linadi dedingiz. Qaysilari? Ana nasituha men unutib qoptiman. Men ya'rifu hada. Buni kim biladi? Ana man aqsamul kalima al-ism wal fi'l wal harf. Ismning turlari, so'zning turlari ism, fe'l, harfdir. Hati misalan likullin wahidin minha ya amr. Amr ulardan har biriga misol keltir. Har biri uchun bir misol keltir. Al-ismu ism deganimiz kitob, qalam, talib, rajul, mudarris o'xshash. Val fi'lu nahu fe'l deganimiz kharaja, sajada, yajlisu, yaghsilu, vaktub, waqra deganlarga o'xshash. Ammo fe'l keltiribdi. Kharaja bilan sajada o'tgan zaman fe'l. Yajlisu, yaghlisu hozir zaman fe'l shundami? Vaktub, waqra qanday fe'l? Buyruq fe'l. Uch xil keltiradi, ha? Val harfu nahu harf deganimiz fi, ila, min, na'am, la, lan, lam, sa'a gurudiki o'xshash sin. Sa'a gurudiga o'xshash sin deganlarning hammasi nima? Harf. Ahsanta ya Amr. Yaxshi dedim Amr. Istarihu qalilan. Azroq dam olinglar. Nabda'u darsal jadida fil hisatil qadima. Biz yangi darsni kelasi soatda boshlaymiz. Araja al mudir min Makka ya ustaz. Ustaz, mudir Makkadan qaytib keldimi? Lamma. Yo'qdi. Mushaqirgan vaqtda qarini topilgan vaqtda hamda jumlaning siyoqiga qarab bilgili bo'lsa, lammadan keyingi pilni qanday qilsak bo'ldi ekan, tashlasak bo'ldi ekan. Masalan, akal tatam, tamoq yedingizmi? Lamma. Yo'q. Akatabtal vajibat, topshiriqni yozib bo'ldingizmi? Lamma. Yo'qdi. Yo'qdi deganga Uyg'ur tilimi? Yo'qdi yozib bo'lmadim degan o'rniga yo'qdi deb ham bo'ldi qilamiz-ku. Arab tilida lammadan keyin nima tushib kelsa bo'ladi? Pil tushib kelsa bo'ladi. سيرجع بعد يومين إن شاء الله. الله خالص إيش كن دكين قيتدو. بعد 5 دقائق 5 minutdan keyin أنا أبدأ الدرس الجديد
Yangi darsni boshlandik. Mahlan ya ustoz. To'xtang ustoz. Biz do'stga yozgan narsani yozib bo'lamidik. Qaranglar, lamma maktub yozib bo'lamidik. Ma narsani kitobda siz yozdingiz. Ala sabr do'stga. Siz do'stga yozgan narsalarni qanaq bo'lamidik? Yozib bo'lamidik. Dialogning, ya'ni tekstning mazmunlari tushunishib bo'lgan bo'lsa, mashqlarni oxirigacha bir ko'rib ketaylik. Tamarin. Ko'nikmalar. At-tamrin al-awwal. Birinchi ko'nikma tuandagi savollarga javob bering. Bu tekstga asoslangan chiqib, biz tekstni o'zlashtirib bo'lgandan keyin an kelamiz buningga. Ikkinchisi ta'ammal mayli. Tuandagilarni o'ylanib boqinglar. Demakchi o'g'ini fe'l mudori'ning oldiga lam kelib qolsa, fe'l mudori'ni sokin qilib, o'tgan zamonni inkor qiladi. Bu nimaga tang? Lam yazhab desa, ma zahabaga nima tang? Masalan, birinchisini o'qib tushunsak, lam azab ila suqul yawm, bugun bozorga bormadim. O'tgan zamonni bu inkor qiladi, ha? Uchinchi mashq. Tuandagi savollarga lamni ishlatib, bunisiz javob bering. Ajib anil aslatlatiyya va nafsi musta'malan lam. Masalan, adras lug'atlar arabiyya fi baladik, yurtingizda arab tilini o'rganganmidingiz? Buni nima deb javob beramiz? Lam adrus lug'atal arabiyya fi baladi. Yurtimda arab tilini qanday qilmagandim, o'rganmagandim. Mush bo'yicha qag'iliq javob bersak bo'ladi. Endi boyatda dedik-ku, lammaning farqi nima lam bilan desa, hamma jihat farqi yo'q. Filmlarning oldida kiradi, oxirini sakin qiladi shundaymi? Ammo bir farqda ma'ni jihatda lamma tahi degan ma'ni ifodalaydi. Ya'ni ish harakat bundan keyin yuz berishi mumkin. Davatugo lamma aktub, lam aktub ba'duhu tanglaydi. Taxchiq yezib bulamdim degan ba'duhu. Uning ma'nosi hozirgacha yezib bulamdim degan gap deydi mana tushuntirishda. Bir savol javob baqali. Afahimta darsi ya Zaynab? Zaynab darsni tushundingizmi? Afahimta darsi ya Zaynab? Zaynab darsni tushundingizmi? Lamma afham ba. Lamma afham deb kelsa, nima bo'ldi? Taxcha tushunmadim. Shu asosda qolganlarni javob bersak bo'ladi, ha? Ondan keyin boyatning teksti chiqib qoldi-ku bir gap. Lammadan keyin kelgan fe'lni qanaqa qilsak bo'ladi? Tashlasak bo'ladi, ha? Ahvolga qarab turib. 5-chi mashq. Ta'ammal siyaga al-mudari al-majzum. Fe'l mudari'ninki sakin o'qilgan shakllarni o'ylanib boqing. Endi sakin o'qilgan shakllarni biz boyatdan darsdan oldin deb bo'ldik. Odat birlik shakllarining oxiriga aniq sakin qilishindami? Ikkilik va ko'plikning shakllarining oxiridagi nun qanday ketadi? Tushib ketadi. Ayollik ko'plikning oxiridagi nun qanday qiladi? Tushib ketmaydi. Mush buni tushunsak bo'ldi. Masalan, bizga buni tushunish uchun 3 xil shaklda fe'l berib. Masalan, birinchisida huwa yazhabu pasha qilgan narsa oldiga lam kelgandan keyin huwa lam yazhab deb nima qildi? Sakin o'qildi shundami? Baga qaraylar. Hum yazhabu deb nun ba. Lam kelgandan keyin yazhabu deb nima tushib ketdi? Nun tushib ketdi. Jimga qaraylar. Hunna yazhabna degan nun lam kelsa-mu lam yazhabna deb nun qanaq ketmadi? Tushib ketmadi. Mush nuqta kalimada aydan bo'lsa bo'ladi. 6-chi mashqda tuandagi fe'llarga lamni kirgizing deydi. O'zimiz kirgizib baqala. Diqqat qilgan nuqta pasha qilgan taraflari sakin o'qildi. Nun baning nun tushib ketdi. Faqat ayollik ko'plikning nunlaridan boshqa nunlarning hammasi qanday ketdi? Lam kirgandan keyin tushib ketdi. Masalan, lam azhab, lam yazhabu, lam yazhabna degandek. Shu bo'yicha qag'allarga kirgizsak bo'ladi. 7-chi mashq tuandagi jumlalarni bo'sh o'ringa munosib fe'l qo'yish orqali to'liqlang. Masalan, birinchisiga bunday qarab boqay, avval tarjima qilib muloyiza qilamiz. Alam degan gap qilmadingizmi deb mana bir fe'l bordan nishonnoma. Qirindishim, davlatingizda arab tilini qilmadingizmi? Nima qilmadingizmi demakchi? O'rgandingizmi demakchi shundami? Andog'anda o'rganish degan nima deydi? Darasa yadrusu. Endi lamning qishiga yadrus kasni bo'ldi, lam yadrus bo'ldi. Endi siz o'rgandan keyin nechinchi shaxs, ikkinchi shaxs. Yadrusning ikkinchi shaxsi qaysi? Tadrus. Bunisi alam tadrus al-lughatul arabiyya ya akhi. Mush bo'yicha tahlil qilib oxiridan toshqizsanglar bo'ladi. 8-si Mubtadaning ostiga bir siziq, xabarning ostiga ikki siziq sizing, uning oxirini qoidaga soling. Mubtada xabarning oxirisi nima qilmoqchi? Pasha qiladi. Mush nuqtani tushunib olsak bo'ldi, ha? Al-ma'u qalil, su az. Mubtadasi qaysi? Su, xabar qaysi? Ma. Har ikkalasi pasha qiladi. Al-ma'u qalilun. Nimishqa al-ma'u deb taqpash, al qalilni qo'yib pasha qiladi, chunki al-ma'u nima? Alif lam bo'lgan chiqadi. Mush bo'yicha qag'illarni ishlasak bo'ladi. Tuandagi fe'llik jumlalarni ismlik jumlalarni ayirang.
Xarajal mudarris, al-mudarrisu xaraja, dahikal walad, az-zahra jamila deganlardan qanday ayiramiz? 5 ism kelganlarning hammasi ismliq jumla bo'ldi. Shundaqmi? Xarajal mudarrisning 5 fe'l kelibdi-ku, bu fe'lliq jumla. Al-mudarrisa xarajal 5 ism kelibdi, bu nima? Ismliq jumla. Shu bo'yicha ayirsak bo'ladi. 10-si ayyanil isma wal fi'la wal harfa fima yali. Tuandikilardagi ism, fe'l, harflarni muayyanlashtirgan qaysi ism, qaysi harf, qaysi fe'l ayring deydi. Endi biz buni ayirishdan ilgari cho'qim buning ma'nosini bir mulohaza qilaylik. Ism degan nima bo'lsa, ma'nosi bor. Istomonning biriga yaqin emas. Fe'l degancha ma'nosi bor. Istomonning biriga nima? Yaqin. Harf degancha ma'nosi yo'q. O'zing mustaqil nimasi yo'q, ma'nosi yo'qlab qolsa harf bo'ladi. Birinchi jumlani tahlil qilib baxsak, xarajal mudarrisu va tullabu min al-fasl deganni biz umumizlik tarjima qilmay hammani parchali o'taylik. Xaraja qo'yib qo'ydik. Al-mudarris, at-tullab min al-fasl shundami? Min al-fasl. Xarajani ayirib kelsak chiqdi. Ha, o'tgan zaman ekan. Chiqdi degan ma'no chiqdi shundami? Unda asli nima ekan? Fe'l. O'qituvchi. Zamonga tava emas ekan, ammo bir ma'noni ifodaladi. Nima ekan? Ism ekan. Min din ma'no chiqmadi shundami? Bu nima ekan? Harf ekan. Mush bo'yicha tahlil qilib ayirsak bo'ladi. 11-si biz birinchi dars ilgari o'rgangan allazila allati ism mavsul, ya'ni nisbiy almashuvatdagi o'shaning allatining ko'pligi nima edi? Allati. Endi allai kasimi allati bilan o'xshash. Masalan, at-talibatullati o'g'liga allai deb qo'ysak bo'laveradi. Ya'ni sinfdan hozir chiqib ketgan qiz o'quvchilar nadan? Filippindan. Biz uni allazi bilan allatin tushungachga ortiqcha bo'ltirsak bo'ldi. Faqat Allohninki allatining ko'plik ekanligini bilib olsaqlam bo'ldi. 12-chi tuandikilarni mulohaza qiling. Mulohaza qiling degani oldida ism kelib qolsa, keyingi fe'l kelib qolsa nima bo'laveradi? Ismliq jumla bo'laveradi. Masalan, qali Hamid qala desa, Hamid mubtada, qala nima? Xabar. Endi xabar o'zi fe'lg'o, qalining tugidagi zamir qalaning nimasi? Fa'ili bo'ladi. Mush bo'yicha qog'alarni tahlil qilsak bo'ladi.